Assalomu alaykum. Dehqonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Komol aka bergan dorilaringizni xudo xolisa mana effekt. Xudo xolisa 29-may bugun. Mana aka. Kasalliklar yo'q umuman. Mana aka. Mana. Xudo xolisa maslahatda bemalol o'rasizlar. Dorilarni shu 0 dan ko'chatli paytidan to mana xudo xolisa 29-may o'sha pishkungacha bo'lgan jarayonlarni to'liq maslahatlarini berib, dorilarini berib